Assalomu alaykum kanallarimiz hurmatli a'zolari. Bugungi sotuvga chiqqan ko'chmas mulkimiz Urganch shahrimizda Luchoyda Ahmet Chizli yanında 4 qavatli binoning 4-qavatida bir xonali kvartira bilan tanishib o'tamiz. Remontdan chiqib turgan, to'g'ri girib yashayapsizlar. Ajoyib xonadan ekan, mestasi zo'r, yo'l ham yaqin. Eda bog'cha maktablardan muammosi yo'q. Magazin, apteka, больница meri o'ng'ayli mestada joylashgan. Bu tarafimiz Al-Xorazmiy ko'cha, Urganch gazetasi. Argı yolumuzda Allah severse bu yoldan doğru gitseniz Ahunva kabristoni, o'ng tarafiga gitseniz Oblgaz ko'chasi, yalnız Allah severse yetana yolumuz zo'r mestada joylashgan ekan, ham remontdan chiqqan to'g'ri girib yashaydigan kvartira. Ajoyib joy, mestasi ham zo'r. Qani ketdik, birgalikda ko'rib, danishib o'tamiz. Bismillah, kvartiramiz ham girib keldik. Hurmatli kanallarımız a'zolari, girish ishlari ajoyib sifatli turistik ishlardan qo'yilgan. Bu yerda yana pirxo'jlik zonasi, bu yerda kishnatib, ixchamlatib yasatib qo'yasizlar bo'ladigan pirxo'jgan mestalar ham bor. Oyoq tiylarni gilamlar döşalgan. Bu yerda esa asosiy xonasi, eshiklar ko'rib turganingiz yarma eshiklardan, xiva eshiklardan qo'yilgan mustahkam eshiklar. Bu tarafimizda sanuziyalar bo'ladi, oshxonasi. Divorlar ham bir aboydan chiqqan. Aynalar ham akvaramlarından, suv svet gazından muammosi yo'q. Sanuzilni ko'rsatib o'tadigan bo'lsak, yo'l oyoq tiylari kafel, devorlar adam bo'yli kafel. Yuqori tarafda esa oboy qilingan. Sizlar ajoyib mestadan, mesta poloshniyasini umuman gap yo'q. Bog'cha maktablar ham yaqin. 5 minutda borlarda bog'cha maktablar ham sizlar. Zo'r mestada joylashgan, yo'l ham yaqin bo'lmas. Birimiz oshxonamiz bo'ladi. 2,5 metrda oyoq tiylarimiz 100% hamma laminat polla qilingan. Bu yerda fortiklar qilganlar, moyka bor, gaz plitalar qo'yilgan. Gaz chiqishlar ham bor. Avtomatlar bu yerda o'rnatilgan. Dimoqo'y joylari hamma galagellar qo'yilgan. Sizlar ajoyib joy ekan, akkuratli, chiroyli bir joy. Sanuzilimizda ham eshiklarning alyumin ramlardan qo'yilgan. Endi eshiklarimiz zo'r eshik, xiva eshiklardan qo'yilgan. Oyoq tiylarning gilamlar ham yaxshisidan, sifatlisidan yayganlar. Balkon qismi ham ochiq balkon, meda-chuda qo'ymoqqa sharoitlari, do'stlar qilingan. Aynalar ham, eshiklar ham plastik ramlardan, podagonikda qo'yilgan. Aboylar ham ajoyibina ko'rib turganingiz. Mo'yshi sifatli aboylardan, hurmatli obunachilar. Yaxshi joylardan ishlatganlar. Bir ham oyoq tiylar laminatlar yayilgan, gilamlar döşalgan, yangi gilamlar, plyuslar ham o'rnatganlar. Hurmatli obunachilar, narxi 225 million so'm aytilib turibdi. Xalasanizlar mulkiyasini yonidan olib kelamiz, o'zlari bilan savdolashib olishingiz mumkin. Mesta poloshniyasi Luchoyda Ahmet Chizli yanında 4 qavatli binoning 4-qavatida bir xonali kvartira. Birinchi tarafida Al-Xorazmiy ko'cha, Urganch gazetasi, Ablosoy bonisa, Ahunva masjidi, yanında maktablar ham, bog'chalar ham, magazin, apteka, больница, hech navdan muammo yo'q. Sizlar hamma o'ng'ayli zo'r mesta. Dehqon bozori hurmatli obunachilar 7-8 minutda peshkom borasizlar. 7-8 minutda peshkom orqaga borsangizlar bo'ladi. Zo'r mestada 4-qavatda bir xonali kvartira. Kimdir qiziq bo'ladigan bo'lsa, bemalol telefon qilaverasizlar. Ustida kelishadigan yeri bor. Hamma sog'lik, salomatlik tilamiz. Keyingi videolarda ko'rishguncha deb qolamiz.